Larimiz bilan yangi trend. Yangi trend avomimiz, biz lobar ikkalamiz so'zni boshini aytamiz. Xo'jayinlarimiz bo'lsa xayoliga kelgan birinchi gapni aytishadi so'zga mos. Kimni turmush o'rtoqlarini javobi yoqsa, belgilab ketasizlar 1 va 2. Ketdik. 2 deylik 2. 1. Birinchi bizdan boshlandi. Men gapiraman, so'z davom etishingiz kerak bo'ladi. Menga o'xshagan xotin. Senga o'xshamaydi hech kim. Yo'q. Menga o'xshagan xotin. Manda hech qachon boshqa bo'lmaydi. Sizga o'xshagan er. Faqat senda. To'g'ri, faqat menda. Menga sizdan boshqacha demasdi. Sizga o'xshagan er. Boshqa hech kimda yo'q. To'g'ri. Menga yoqadi qachonki Syomkangga tushib bersam. Menga yoqadi qachonki Senga pul bersam. men hech qachon sizga Ko'rib turib ham ishonmagansan. siz menga Mehribonman. men sizga Qizlarim onasi. yaxshi ham shu qizlari bor ishoninglar, bo'lmasa men hech kim edim. 0. siz har doim meni Sevaman va qayg'uraman. rahmat. Yoqmadi, shu joyini kesib tashlagan, tavba qildim. Siz har doim meni Chiqishingni kutganman. adasi tavba qildim. Mamlaga o'xshab sevaman desa bo'lmaydi, romantika 0.